o'quvchi ota-onasi yoki vasiy unga biriktirilgan qarindoshini faollashtirish uchun kurator tomonidan yuborilgan loginni yozamiz. Buni Google'dan e-maktabga kirish desak mana shunaqa oyna ochiladi. Albatta yozuvda e'tibor berishimiz kerak. Qattiqi, yumshoqi, bosh harfda bo'lib ketmasligi kerak, katta harfda. Nuqtadan keyin joy tashalmasligi kerak. Har bittasini yaxshilab qaragandan keyin nomerlarini ham yozamiz. Birinchi marotaba kundalik.com e-maktabga ulanayotgan bo'lsa, taklifnoma jo'natiladi. Buni shu guruh rahbari taklifnoma qilib beradi va bu paroli boshqa parollarga qaraganda uzunroq bo'ladi. 10 ta nomerdan iborat bo'ladi. O'sha 10 ta nomerni diqqatlik bilan kiritish kerak. Nomini va nomerida xato qilmaslik kerak. Agar xato qilsa, hozir ko'rganinglardek ошибка berib, sariq bitta yozuv chiqadi. Noto'g'ri kiritildi, login yoki parol noto'g'ri deb beradi. Bu narsani to'g'ri kiritgandan keyin yashilga bosamiz, tizimga kirish qilib. Mana hozir noto'g'ri kiritildi bu yerda. Mana shu narsani ko'rsatish uchun sizlarga noto'g'ri kiritdim. Mana endi qaytadan ko'rib, yana loginni yaxshilab diqqat bilan qattiqi, yumshoqlarini tekshirib, OA'larga e'tibor berib, nomerni mana boshqatdan to'g'ri qilib kiritamiz. Ko'zchani bosib qo'ysak, kiritayotgan ma'lumotlarimizni ko'rsatadi. To'g'ri yoki noto'g'riligini. Keyin yana bitta variant chiqib qolishi mumkin. Pastda xavfsizlik jihatidan kod keldi, shuni yozing deydi. O'sha yerni ham yozib olish mumkin. Shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda biz kunimiz, tug'ilgan oyimiz va yilimizni ko'rsatamiz. Undan keyin birinchi marta kirayotganlarga mana shunaqa nomer so'raydi. Bu yerda o'zimizning nomerimizni yozamiz va SMS qabul qilishni bosamiz. Hozir mana SMS qabul qilishni bosdik. Telefonimizga SMS kod keladi. 4 ta raqamdan iboratligini yozamiz. 4 ta raqamdan iboratligini yozganimizdan keyin keyingi bo'limiga o'tamiz va keyingisida bizga yana xuddi shunaqa ikkita oyna ochiladi. Bu yerda biz ikkalasiga ham bir xil qilib o'zimizni yangi parolimizni qo'yishimiz kerak. Masalan, ikkita kuchukcha va ikkita 117-maktab deb qo'ysak bo'ladi. Bu yerda xavotir olmasak bo'ladi. Shunaqa parol qo'yishimizdan, chunki bu esda qoladi. Hozir mana sariq yozuv chiqdi, ptichka qo'ymaganligimiz uchun. Mana shu joyga ptichka qo'yib, keyingisini bosamiz. Ana endi tizimga kirdi. Bu yerda biz bemalol o'sha o'quvchini, o'zimizni bolamizni yoki o'sha jiyanimiz kim biriktirilgan bo'lsa, shu haqidagi hamma ma'lumotlarni ko'ramiz. Dars jadvali, uyga vazifasi, 2-3 ta bolasi borlarga ham bitta biriktirilgan bo'lsa, bu joyda 2-3 ta bolasini rasmi va familiya ismlari chiqib turadi. Mana bu birinchi marta kirganini faollashtirish. Ana endi ko'p marta foydalanayotgan va parol esdan chiqqan ota-onani kiritishni faollashtirish ko'rib chiqamiz. Bunda ham xuddi shu narsaga e'tibor beramiz. Login bilan vaqtinchalik parol kuratori, guruh rahbari tomonidan jo'natilgan bo'ladi va buni biz diqqatlik bilan kiritamiz. Qattiqi, yumshoqi, nuqtadan keyin joy tashalgan katta harflariga e'tibor berib kiritamiz. Vaqtinchalik 6 ta raqamdan iborat parolni kiritganimizdan keyin bizga yana ikkita shunaqa oyna ochiladi. Yana qaytarib aytaman, ikkita kuchukcha va 117 ikkita parol qilib yozsak, esimizda qoladi bu. Ikkinchi oynasini ham to'ldiramiz va hozir bizga kelishuv shartida ham chiqarib bermadi oldin kirganimiz uchun va saytga o'tish qilamiz. Kirishni tiklash amalga oshirdik. Login parol esimizda qoldi. Bu yerda mana hozir ko'ramiz, ikkita o'quvchi biriktirilgan, bittasi mana Daminov Begjon bilan E'zoza Daminova, ikkita bola biriktirilgan bitta ota-onaga. Demak, o'sha ikkita o'quvchini, ikkita bolasini barcha ma'lumotlarini bemalol ko'ra olamiz. Baholari, dars jadvali, uyga vazifalari. Shunaqa qilib biz ota-onalar o'zingizlar bemalol kuratorlardan login parol olib faollashtirsanglar